Nimaga qo'lingizda hujjatingiz bo'lmasdan turib ko'chiryapsiz? Qo'lida qog'ozlarini tayini yo'q. Ekologiya bu faqat 4 daraxtga ruxsat beraman dedi-da. Ular tinglamay bu hammasiga ketiryapti. Ko'chirish kerakmi? Siz yaqa qo'yishga haqqingiz yo'q. Buyruq agar noto'g'ri chiqargan bo'lsa, qaytib ko'chirtirib o'zingizlar olib kelib qaraysizlar. Salmanning ham himoya zonasi buzilgan. Mana shu yerdagi daraxtlarni ko'chirgin deb shuni ko'chiryapsizlar? Dokumentda 6 sotik, oxiri 5 sotik. Bunaqa dokument yo'q, har xil dokument. Hozirgi kunda daraxtlarni ko'chiryapsizlar. Endi u men aybim emas. Kecha aktini bermadimi? Yo'q, u sizni aybingiz aka u. Qara, bu yerda hokimiyat bormi? Nazorat qilasizlarmi? Shaharsozlik normalari bor, to'g'ri kelmasa u qurilish qilishga haqqi yo'q. Bu yog'idan ruxsat berilmadi ekologiyaga. Hozir ekspertiza qildirsak, noto'g'ri bo'lib chiqasizlar-da. Yuqori kengashchi ham, prezidentning ham gapi bor. Budjetdan oylik oladigan har kim borki, xalq ishchisi, to'g'rimi? Videoga tushirish uchun men qarshilik bildiraman sizlarga. Ustimizdan yozib berasizmi? Siz adashib qolmayapsizmi? Yo'q. Ko'chirib o'tkazishinglar kerak. Qanday saqlab qolasizlar? Menga ham shtabni ko'mib tashladi. Olganmi hokimiyat? Nimani? Mana olganmi? Bu yoqqa ruxsat yo'q deydi u. Siz aka nechta daraxtga ruxsat berilgan? O'shani ayting menga. 32 ta. Qani obodonlashtirish qochib ketdimi? Qochib ketdi. Qochib ketdi shu. Qo'y, alsin dedim. Shu yer so'raganda yer tartadi degan. Mana oling, mana. Kimgadir yon bosib, kimgadir ziyon berib qo'yish kerak emas-da. Siz yashirib o'zimcha syomka qilmayapman. Nima uchun o'rganyapsiz? Ruxsat yo'q degan ekansizlar. Sizni keyin o'zingiz shaxsiy telefoningizga olishga haqqingiz yo'q-da, bilasizmi? Kimdir qarindoshi ichki ishlar yoki prokurorligidan men qo'rqmayman. Tahririyatimizga navbatdagi murojaat Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro Pirnazarovdan kelib tushdi. Murojaatda u o'zi yashab kelayotgan hududga tutash bo'lgan Do'stlik kanali suvni muhofaza qilish zonasida bir necha fuqaro tomonidan noqonuniy ravishda uy-joy qurilganini ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, mazkur qurilishlardan biri Nukus shahar hokimi tomonidan 2016-yilda qaror asosida ajratilgan 12 sotix yer maydonida amalga oshirilgan bo'lib, fuqaro mazkur hududda o'zboshimchalik bilan qurilish ishlarini olib bormoqda. Murojaatchi ushbu holat yuzasidan bir necha bor mutasaddi idoralarga murojaat qilganini, biroq hozirga qadar hech qanday ijobiy natija bo'lmaganini bildirgan. Mana men bu yerda ko'p yillik daraxtlarim bor edi. Necha yildan beri sug'orib, parvarishlab qarab kelyapman. Endi bitta shu yilda birdaniga bir yoqdan planlar bo'lib qoldi. Shu nimasini o'zgartirish kerak deb, hozir 1 yil bo'ldi. Men hujjat yo'q, nima yo'q kelib meni bezovta qilib oilamga keladi, nima qiladi hujjati. Oxiri bu hujjat tayyor bo'ldi deb shu bir hafta aniq bo'ldi. Shu bir haftadan beri tayyor bo'ldi. Mana game planni olib keldi, ko'chiramiz deb. Bu game plan ekan mana. Game plan ekan, lekin yozuv yo'q. Mana bu game plan ekan. Bu chislasi ham qo'yilmagan. Endi shunga asos nima deyapti? Ekologiya vazirligi ruxsat bergan bu. Bu bunga asos bergan. Game plan berdi dedi. Men buni game plan menga ko'rsatdi bu. Bu keyin bordim vazirlikka. Bu game plan emas-ku. Bizni aldabdi dedi. Biz dedi, bilmay qoldik dedi. Ko'chirtmang dedik. Lila Po'latov aytdi bizga ko'chirtmang uni bo'lmasan dedi. Lila Po'latov kim? O Toshkentga vaziri ekologiya nimasining vazirlikning o'rinbosari ruxsat bermaylar ko'chish. Yo'q, o'zi vazirning o'zi. O'zimi? Ha, noto'g'ri ekan dedi. Men tushundim, u qurilishni nimasini dokument tushunma. Ha, bu u aytdi, bu yoqqa ruxsat beruvdim deb menga bunaqa ko'rsatganda vazirlikka u to'g'ri ketdi, vazirlikka ko'rsatgan. Bular hozirda burilib yo'q, bu yoqqa ketdi, dokument ko'p bularda. Bunisi yana bittasi dokument olib, u bu yoqqa ketgan. Bunaqa dokument ko'p, har xil dokument. Bu birinchi asosiy buni olib keldi. Buni birinchi hujjat jumoq bilan xulosa olib keldi. Bu yozib qo'ydi. 1-2 yillik 36 daraxt bor shu yerda. 1-2 yillik deydi. Bu yerda 1 yillikning o'zi yo'q. Bu RP Aymurat. Men buni 2 marta prokuraturaga berdim. Qani topib bering. Yolg'on ma'lumot suratni. Prokuratura qaramadi, yopib tashlab berdi. Bo'ldi, omad chiqami prokuraturaga? Ha, bo'ldi. Shu mana birinchi hujjati shu, asosiy asosi bu. Aymuratov, shunam shunday chaqirsa Aymuratov mana. Mayli, bu xulosa ham noto'g'rida 1-2 yillik daraxt emasmi bularki? To'g'rimi? Ya bu yoqdan oldi bular. Ya, endi bu yoqdan kiyinmadi. Hozir endi bir zot so'rashakda. Yo'q, to'xtat. Bu joyga tiyishiga, bu men bu ko'chat 1 yillik deb o'ylaysizmi? Hozir ekspertiza qildirsak, noto'g'ri bo'lib chiqasizlar-da. Bu 1 yillik ko'chat emas-ku bu. Endi bizga asl atingiz kim edi? Azizbek. Azizbek. Mana bu yerda hammasini akademik xulosasi bor. Bir narsani asl. Bor, bundan keladi, bundan keladi.
Endi aka buni so'raganda bu javobgarmi? Buni shuni hozir 10 odam, 20 odamda keldi. Bu hozir nima qilyapti? Случайно kelib qoldi. Buni bir bo'yniga oladimi bu odam? Bir gaplashib qo'ying bu javobgar bumi, mana bumi bir 20 ta odam yuribdi. Hammasi men deydi nimadan keladi? Bir kuni gvardiya keladi, bir kuni yana vizadan keladi, bir kuni PPSdan keladi. Bu bizerniki uyimiz. Bu yerga zakaz degan nima deydi? O yerda ko'chib kelganmiz. Сөйтіп 50-60 не to'proq to'ktirib bu yerga kela qildik. Shu vaqtda prezidentning qarori bor deb bizga tankom kelib, do'garangiz ko'k aylantiring dedi. Сөйтіп biz qachon 13dan boshlab keldik. Shudan boshlab bu yerni qo'lga oldik-da. Сөйтіп ekdik, kela qildik bu yerda. Сөйтіп kecha 3 kundan beri mana ilk qatorda уже oldi. Bu yoqqa ko'chirdi, u yoqqa ko'chirdi. Bu yerda незаконный Sangibayev degan kelib, mana fundament qo'yib qo'yibdi bu. Hozir bu kishi bor uyinda. Shu bizga nima qilyapti? Yo'l bo'lish kerak dedi-da. Biza proyektni so'radi, smetasini so'radi. Bir yer qog'oz ko'rsatdi. Bu yerda ekologiya platforma kiritdi, dokumentlashtirish. Sizlarda hujjatlar bor. Shular bor. Ekologiya bu faqat 4 daraxtga ruxsat beraman dedi-da. Ular tinglamay bu hammasiga ketiryapti. Hozir o'qib chiqamiz. Ulardan nima bor, qarori bor. Vysokavolt bor edi. Shuni elektroset kelib, bilmayman qaqa tortganini, bermanmi, u yoqami? Yo'qmi hozir Vysokavolt? Qaqa olgan Vysokovoltni? So'q Vysokavolt qaqalarni bilmayman shu. Qayerdan o'tuvdi? Vysokavolt bor edi, bu yerdan. Bu yoqdan, ha? Bu yoqdan bor edi. Buning adresi yo'q hali, ko'chaga da kirmaydi. Qarayman, Surxonli ekologiya keldi, bo'tga, hamma bilan birga kelib turib, qancha daraxt olishga ruxsat berdi ularga? 4 tasini. U aytdi-da bizga ekologiya. Sobinga kirganimizda faqat bu 4 daraxt turibdi-ku. Shunga ruxsat dedi-da. Bu odam kirib chiqishi shunni. Bu asfaltga buyitib tushirib beramiz dedi-da. Bu yoqqa ruxsat yo'q deydi u. Liliya Po'latovning o'zi. Sobingada kirdik qo'shnilar bilan. 2007-yil hamma shu yerga joy plan berilganda hammaga 6 sotkdan berilgan. Mana qatorga bizlarga 5 sotkdan berilgan. Nimaga deganda bu yerdan Salmanning bo'yidan beri Qaptaldan Vysokavolt o'tib turgan, daryoga qaray. Vysokavolt. Shu Vysokavolt bo'lganligi uchun Vysokovoltning himoya zonasi bo'lishi kerak. 10 metr. Mana shuning uchun bizlarga 5 sotk tashab ketgan. Bo'ladi dedik. 2007-yil. Ay shu 2008-yil shu Vysokovoltning ostini auksionga qo'yib, bir odamga 2 joy plan berilgan. 6 sotk. 15 ga 40 dan 2 plan. Bu qalay Vysokovoltning osti auksionga qo'yiladi. Mana buna joy. Bu ishqani shahar sozlik olmasa ham to'g'ri kelmaydi. Ana Salmanning ham himoya zonasi buzilgan. Bizlarda kim aldadi? 1 yildan keyin qo'yilgan auksionga. 2008da auksionga qo'yilgan. 2009ning yanvarında auksion bo'lgan. Shuni yozdik. Bu 2009da auksionda o'tib olgan bo'lsa, 2016-yil keldi bu. Kelib boshladi. Shunga turdi bu. Qara yer bu. Uni hech kim so'rashtirgan yo'q. Uning normalari bor emas bu auksionga sotib. Shahar sozlik normalari bor, to'g'ri kelmasa qurilish qilishga haqqi yo'q. 2009da o'tib olgan bo'lsa, 2016da boshladi. Yo'q, nima sabab kim chiqargan auksionga? Hokimiyatmi? Hokimiyat chiqarilgan deydi. Bo'ldi, hokimiyat matbuot bilan bog'laning, kelsin qurilish bo'limi bilan hammasini. Auksiongacha bo'lgan hujjatlar bormi? Auksionga qo'yilish uchun ne tuzilma, xulosa chiqarilma. Shuning xulosasini topib bering. Shu yer haqiqatda auksion qo'yilgan bo'lsa, auksiongacha bo'lgan hujjatlar bo'lish kerak. Sotilganlik haqida yig'ilish bayoni bo'lish kerak, g'oliblik bayonnomasi bo'lish kerak. Belgilash uchun bir necha mutaxassislar qo'l qo'yish kerak. Shularning xulosasini ko'rib, kadastr agentligi bu yerda auksionga qo'yish kerak. Meni shu xulosa qani desam, bu xulosa yo'q dedi. Bu xulosa yana 2015-yilmi maxfiy papka degan chiqqan ekan. 2016da chiqqan. Shu maxfiy papka kiritilgan dedi. Uni hech kim tekshira olmaydi dedi. U prokuraturga yozsa, bizlar ham tekshira olmaymiz dedi. Ya mumkin emas.
Murojaat yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasiga kelganmiz. Mana fuqarolarimiz nimadan norozi? Assalomu alaykum. Alaykum. Xo'p, siz nimadan norozi bo'lasiz va nimaga bizga murojaat qilindi? O'zingizning fikringiz. Mening noroziligim to'g'ri taqsimlanmagan yer. Bizga haqiqat kerak. Mana 2007-yil yer plan berilganda hamma yerga 6 sotikdan berilgan bu hamma qo'shnilarga. Ha, bizlarga 5 sotikdan berilgan. Nima sababdan 5 sotik deganda hokimiyatdan shunday javob keldi. Uchastkimizning oldidan Bisakovat o'tibdi 0.6 kilovat. Ha. Shuning himoya zonasi bo'lishi kerak 10 metr. Shuning uchun shu himoya zona hech kim tegmaslik kerak. Shuning hisobidan sizlarga 5 sotik berildi dedi. Ha, unga xo'p dedik lekin. Xo'p dedik. Keyin qaysidir fuqarolar adashmasak u Bisakovat tegidan ham yer oldi. Tagidan 1 yildan keyin shuni auksionga qo'yib 6 sotikdan 2 yer planni shu Visakovodning ostidan bergan himoya zonaning ichidan. Bisakovat nima bo'ldi-ki? Visakovodni shu xodimning o'zi qo'parib olib tashladi, boshqa yoqqa ko'chirdi. Ruxsati bormikan? So'radinglarmi? Voy, Visakovodni o'tdan o'tga ko'chirishga ruxsati bormi? Sizlar nima dedi? Yo'q dedi, yo'q. Uni bilmadik uni. Qani bu yerda hokimiyat bormi? Nazorat qilasizlarmi? Endi shuni men yozdim. Visakovodning ostidan uy solib atdi. Qalay berdinglar, qalay auksionga qo'ydinglar deb. Hokimiyatdan kelib tekshirdi. Arxitektura komitetidan kelib tekshirdi. 8 odam qo'l qo'ygan akt bor. Hammasi mumkin emas dedi. Visakovodning himoya zonasi buzilgan dedi. Bunga eskartuv berdi. Shu materialning hammasini prokuraturga topshirdik dedi. Prokuratura uni tekshirgan yo'q. Qana tenglik. Qani bu yerda haqqoniylik. Xo'p, mayli, sizning fikringizni eshitdik. Sizda nima fikr bor? Gapiring. Endi shu bunga men ko'p yillik teraklarim bor-da, mevali teraklar, sayal teraklar. Endi bugun kelib menga ruxsatimsiz barini chetdan qo'paryapti-da. Men ketib ishga ketaman, yo'q yerimda kelib qo'parib ketadi. Men ekologiyaga bordim. Sizga tegmaydi deb platformaga kiritdi. Har birini suratga olib, pasport ishladik dedi. Endi tegmaydi hech kim dedi. Ha, bu yo'lga to'g'ri yo'l bir muhtojlik yo'q dedi-da, bu yerda buni olishga muhtojlik nima yo'q dedi bir. Mamlakatga bir yo'q bir buniga bir genplanda nimada yo'q dedi menga. Ha. Hammasi so'z. Endi kechadan boshlab уже qo'parib boshladi. Men qaytdan bordim vazirlikka. Bu nima deb bu ahvol? Yo'q dedi. Sizlarning nomingizdan bizga abadlashish boshqarmasi shundan aholiga bir shu aholiga nima bo'lgan zaпрос. Ariza tushgan. Muhtojlik bo'lyapti. Biz hayronmiz biz. Bunaqa bo'lmadi, biz bermadik, so'ramadik. Sominga bordik, biz unaqa qilmadik. Sominda yig'ilish bo'ldi. Bunaqa endi bo'lsa plan beradi sizlarga, yo'l bo'latimiz qo'sh narigi tomonga qo'shadigan bo'lsa, sizga gen plan ko'rsatadi dedi. Ha. Endi yo'q, gen plan yo'q, boshqasi yo'q. Davom etyapti, hali qo'parish davom etyapti. Mening atimda menga javob berasan deb aktga qo'l qo'yganman, har biriga ekologiya vazirligiga javob berasan, parvarishlaysan deb. Ha, daraxtlarga. Ha, ekologiya borsam ekologiya keladi. Menga shtraf solib ketyapti. Bu nima? Faraqat degan yigit keldi. Garovskoy Xayrat degan keldi. Zamir Juvatxon keldi. Hammasi bu yoqqa qarab turadi, bu yoqqa qarab ko'rmaydi. Ha. Bu deydi, birisi aytadi, bu tomonni oladi deydi. Bunisi aytadi, bu tomonni, endi hech javob beradigan hech kim yo'q. Savol bilan yuzlanmoqchimiz, o'sha mutasaddi rahbarlarga daraxt ekish bu prezidentimizning o'zlari qo'llab-quvvatlab turgan siyosat bo'lsa, endi o'z xohishi bilan daraxt ekaman, qarayman degan odamni nimaga israb solib bir qiziqishini o'ldiryapsizlar? Savol. Ha, bu davlatimizning rahbari o'zi ekologiyani tozalash, havoni tozalash uchun shuncha harakat qilayotgan bir paytda, ha bu daraxtlarni birinchidan olib tashlashinglar, fuqaroni bir umidini so'ndirsanglar daraxt ekishga bo'lgan. Ha, o'zingizlar ekmayapsizlar-ku, o'zingizlar qaramayapsizlar-ku. Nega qarayotgan odamga tegyapsizlar degan savol ochiqligicha qoladi. O'sha qo'shtirnoq ichidagi mutasaddilarga savol. Agar javob bera olishsa, javob berishsin. Assalomu alaykum. Mana mening uyim, 2 uyda ham 6 sotik nida dokumentda uni davlatdim, aniqqa bordim, prokuraturaga yozdim, Toshkentga yozdim. Bunani bari buzdirdi, bu yerda olgan odam. Aslida ulkan visokovoltni ne bor edi? Ulama sudan chiqib ketmasin deb
bu besplanni bu yerga hech soluga mumkin emas dedi. Endi ayqasib uni buzdirib qo'yibdi meni. Arqidan buzdirdi, bundan buzdirdi meni. Bo'ldi. Barmagan joyim yo'q, endi yotibdi meni mana uy. Hamma yerga bordim, qamoqda Toshkent yazdim dokumentda 6 sotik, oxiri 5 sotik bo'lmasa zayingni surdiraman, bari polniy hukumatga o'tib ketadi deb meni netgandan keyin, bosim bo'lgandan keyin buni oxiri men buzdirib meni bunday qo'yibman. Rahmanning jeri dedi. Sizlar o'zingiz o'g'lan meni kelsin dedi. Res prokuraturada ishlaydi o'zi. Men anayoqqa yozdim, bu yoqqa yozdim, bu yoqdagilar Nukusdagilar aytdi, bizlar u odamga bas kela olmaymiz dedi. O'zlaringiz Kim familiyasi? Sangibayev Rahman degan odam. Prokurormi u odam? Prokurorning boshlig'imi shunaqa, Qayerda bilmayman. ishlaydi? Res prokuraturada. Keyin yozdim, katastrga bordim. Anav dedi, munav dedi ish qilib, u odam mening joyimni polniy buzib tashlamoqchi bo'ldi-da. Nima kelib ana bir katastrdanba. Oxiri qo'y olsin dedim. Shu yer so'raganda yer tartadi degan. Ber dedim. Men momasa o aytdim-ku, degan. Bir balam bor dedim. Shunga niyatlab solib atgan uyim dedim. Bir sotik o'zib mene buni katta plan ne edi? Ограждение bunday yerda neleri bor edi? Malxona, tovuqxonalarim bor edi. Bu yoqda, ha? Yo'l edi o'zi, boshqa yo'l edi bu yoq, yo'lda. So'ning bari bo'ldi. Men asin dedim, siz to'ymaganlar to'ysin dedim. Bizlar faqir-fuqaro odamlar bo'lmasa hech kim bilmaydi. Qozog'istonga bordik, tiyinlab, kartoshka satdik, piyoz satdik. So'ning arkasida yolg'iz balog'imni satdim meni. Hozir hamma avruda tavib o'tiribmiz. Bu yoq 4 planni qatori olib qo'yibdi. Sangibayev Rahman. Ya o'sha prokuror joyimi? Ha, prokuror joyi. Bu salmada. Bu u yoqqa aholiga suv ketadigan, nasl salma bilan suv ketadigan ariq. Ariqda qarorda bor. Bu yoqqa 10 metr kirishga nima yo'q? Ruxsat yo'q. Ruxsat yo'q. Uni ham surdirib tashladi. Ariqni ham surdirib taqab tashladi hozir. Ariqqa Himoya zonasining barini torpog'ini mashinaga yuklab ketdi. Hadi bu qonuniy himoya zonasi 5 metr chiqish kerak salmaniki. Hozir buniki 3 metr chiqadi. Shuni ekologiyadan keldi, iki mashina odam shu olib o'tirganda. Keldida kim olib o'tir, yetib o'tir dedi. Biroq ana telefonni berdi, bitta zvonokda bar mashinaga ketib qoldi. Mazkur murojaat asosida biz Nukus shahridagi holatni o'rganish maqsadida fuqaroning yashash manziliga bordik va mutasaddi tashkilotlar vakillarini voqea joyiga taklif etdik. Natijada Nukus shahar hokimligi qurilish bo'limi boshlig'i hamda obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari voqea joyiga yetib keldi. Holat yuzasidan obodonlashtirish boshqarmasi xodimiga hududdagi daraxtlar nima sababdan kesilayotgani haqida savol berganimizda u fuqarolarning arizasiga asosan ish olib borilayotganini bildirdi. Shuningdek, daraxtlar ekologiya qo'mitasining xulosasi asosida kesilganini ma'lum qildi. Biroq voqea joyiga kelgan boshqa mas'ul shaxslar jurnalistlar savollariga aniq va asosli javob bera olmadi. Ular bayramlardan so'ng ikki fuqaroning hujjatlari o'rganilib, yakuniy xulosa berilishini aytish bilan cheklandi. Toshkent shaharidan Taftish axborot agentligining maxsus muxbiriman. Ismim Azizbek, familiyam Yo'ldashev. Kim bo'lib ishlaysiz? Obodonlashtirishda. Brigadir. Ismingiz? Mahmud. Familiyangiz? Tushunmadim. Xudoyberganov. Nima maqsadda ko'chiryapsizlar bu ko'chatlar? Endi men hozir aytdim, bag'ana abetda aytdim. Men bilmayman ham rosa. Nimaga bilmasangiz ko'chirtiraverasizmi? Birinchi marta. Siz tushunib oling birinchi. Ma'gan abetda aytdi bu yer. Kim aytdi? Bo'lim boshlig'i aytdi. Bo'lim boshlig'i? Siz tinglab oling, hozir u ham keladi-da. So'ng men so'ylasiz, ne uchun ko'chirajak, ne olajak, ma'gan nerga kel dedi, men kelib turibman. Menga bu yoq qarang, to'xtab turing. Bu yoq kattamiz deydi, siz bilan gaplashyapman-da. Men sizni bu ish bilan shug'ullanganmisiz, yo'qmi bilmayman birinchidan. Siz kattamiz deb ko'rsatgani uchun sizdan so'rayapman. Brigadir, bularning endi brigadir men bo'lgandan keyin Yo siz o brigadir bo'lganingizdan keyin bilishingiz kerak-ku nima sababdan ko'chirilayotganini, to'g'rimi? Bilum kerak bo'lganda ma'gan az baslar keladi, ne sebep, ne qilatini aytadi. So'dan keyin borib so'lar men so'ylasa bir sebebini so'lar aniqlashtirib beradi. Boshliqlaringizmi? Boshliqlar. Chaqiringmi bo'lsam kelsin? Kelyaptimi? Yo'lda. Bo'ldi, kelsin. Kelsin. Ungacha ish boshlamay turasizlar? O'g'ancha ham hech kim qiymaldamaydi. Nima deysiz? Hech kim qiymaldamaydi o'g'ancha. Qimillamaydi? Isboslanmaydi-da.
Siz obodonda ishlaysizmi, xodimmisiz? Deyman o'g'lim. Kim bo'lib ishlaysiz? Жаңа aytdim o. Brigadirmi? Men tushirib olib qo'ying. Ha, olavering. Maskangizni olib turing. Mani oling, mani, aka. Mani oling. Sizni keyin o'zingiz shaxsiy telefoningizga olishga haqqingiz yo'qda, bilasizmi? Ishxonangizda kamerasi bo'lishi kerak-da uning uchun. Tinglab oling-da siz. Mening masalan, meni videoga tushirib internetga chiqarish uchun mening ruxsatim kerak emas-ku. Любой время kameraga tushirsin, ne qilsin? Mening ruxsatim kerak-ku. Masalan, men videoga chiqarish uchun, internetga chiqarish uchun. Men sizga hozir aytib beraman. Agar sizni shaxsiy uyingizga borib, ishingizdan tashqari paytda oilangiz bilan o'tirganingizda bo'lsa, unda to'g'ri. Siz hozir ishdasiz-da. Assalomu alaykum. Siz hozir davlatning vazifasini bajaryapsiz, to'g'rimi? Xodimsiz. Shu paytda siz e'tiroz qila olmaysiz. Uning uchun shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, unda aytsangiz bo'ladi. Agar men hozir masalan shaxsiyat deb o'tirsiz-ku. Shaxsiyat? Shaxsiy, umuman men qadrsizlik yapmasa, ne qiladigan bo'lsam, universitet etadigan bo'lsangiz, u jalb tuhmat qilmayapsizmi, aka? Yo'q, qiladi. Men so'rov berib o'tiraman sizga, tuhmat qilib o'tiraman. Tuhmat qilmayapsizmi hozir? Ikki tilda so'zlashib o'tirmiz-da hozir. Tushunmay o'tirsiz. Mening aytganimni siz tushunmay o'tirsiz. Nimaga men tushunib turibman siz gapingizni. Meni agar shu video orqali deyman, agar qadrsizlantiradigan bo'lsa, men жаңағыдай siz aytganday jalb qilуга haqqim bormi? Bo'ldi unda. Qarang, unaqa bo'ladigan bo'lsa, siz hozirgi holatda davlat xodimisizda, agar nimadir minus bo'ladigan bo'lsa yoki sizga yoqmagan tomoni bo'lsa, bemalol tashkilot ustidan yozaverasiz. Sog' bo'lasiz. Siz ham qarang, siz ham hozir xizmat vazifangizni bajaryapsiz-da. Xizmat vazifamiz hozir bizlarning жаңағы bosiq buyruq bergandan keyin bajarilib boshlanadi. Yo'q, xo'p, hozir xizmat vazifamni bajaraman deb kelganmisiz? Bajaraman deb kelganmiz, biroq hozir bosiqning o'zi kelsin, so'dan keyin. Men sizga aka qarang, yana bir marta tushuntirib aytaman. Siz xizmat vazifangizni bajargani kelgansiz, to'g'rimi? Men ham xizmat vazifamni bajargani kelganman. Ariza tushgan shuning uchun kelganman. Tushundingizmi? Bu yuqori kengashda ham prezidentning ham gapi bor. Budjetdan oylik oladigan har kim borki, xalq ishchisi, to'g'rimi? Tan olasizmi? Siz ne olasiz? Men ham tan olaman. Konfliktga bormang. Prosta savollarga javob. So'rov berib o'tiraman. Men qaralpaqcha so'ylaganim uchun bu yoqqa tushunmay o'tiribman. Aka, tushundim. Nukus qalалық ауылдық су басқармасының орынбасары. Obodonlashtirish boshqarmasining o'rinbosari. Toshkent shaharidan Taftish axborot agentligining maxsus muxbiriman. Ismim Azizbek, familiyam Yo'ldashev. Siz kim bo'lib ishlaysiz aka? Hokimlikdan qurilish bo'limi boshlig'i. Kakirasiz. Nima bo'lyapti bu yerda? Tushuntirib berasizlarmi? Qarang. Qarang, bitta savol bera olay. Qaysi normaga asosan hozirgi holatda, hozirgi kunda daraxtlarni ko'chiryapsizlar? Bizning mekememizga shu yerdagi fuqarolarning tushgan murojaatini asos. Qaysi fuqarolarni? Bu yoqda bir fuqaro bor, keyin mana uyning art betida fuqarolar bor. O'shalar murojaat qilgan masjiddagi daraxtlarni ko'chirgin deb shuni ko'chiryapsizlarmi? Yo'q, qarang, birinchi siz tushunib olaylik. Solar murojaat qilgan, tek bizning mekememiz jo'xori turmush organlari, hokimiyatga, So'rmenga, jo'xori kengashga, prokuraturaga, ekologiyaga murojaat qilgan. Bizlarning xo'jalik uylarimizga kirib chiqadigan yo'lning o'zi yo'q. Bizlarga shunday bir qulaylik yaratib bering degan mazmunda bizga xat kelgan. Сөйтіп bize o xat, o murojaatda kelib yurganimizda haqiqatan ham bunday yo'l, ariq yo'lga qo'shilib ketу керек birinchidan. Keyin сол murojaat qilgan fuqarolarning murojaatlarini qanoatlantirу maqsadida kelib үйрендік bu yerda. Үйренgenimizde bu yer Nukus қаласы әкімдігінің zaxira jeri. Бірақ дұрыс көгаландыру жұмыстарын алып барған, бірақ сөйтіп біздер неге через бір айдан арқалы экология комитетіне хат шығардық. Сондай мерде тереклер бар, сол тереклерді бір орыннан екінші орынға көшіріп беру бойынша, көшіруге рұқсат беру бойынша. Сөйтіп олар келіп үйренді, экология қадымлары келіп үйренді. Сөйтіп экология қадымлары рұқсат берді. 3 жыл тәрбиелеп қарап беру мәжбүриятын жүктелген алды бізге мекемеге. Болды, бір орыннан екінші орынға көшіре бер деген рұқсат берді. Рұқсат берді. Қаны шу рұқсаты, қарары, қанун қойдылар. Беріп қойған мәжбүриятым бұл. Тонаның сақлап қалыш имканиятын шу жүмледен. Қатке көшіресіздер дарақы? Бұның негізінде біздің арнаулы питомнигіміз бар. Именно сондай тереклерді сақлап қоятын жеріміз бар да, мекеменің. Siz adashib qolmayapsizmi? Yo'q. Ko'chirib o'tkazishinglar kerak. Qanday saqlab qolasiz? Ko'chirib o'tkazganda mundayda
Bizning mekememizning nal жетістіру питомнигі бар. Hop. Сол питомникке мындай ағын су келіп тұрады ғой, постоянно су тұрады. Yo'q, siz xato qilyapsiz. Siz xato, yo'q, siz xato qilyapsiz. Sizni rejangiz emas, bu yerda nima deb beryapti? Bir o'rndan ikkinchi o'ringa Ko'chirish kerakmi? Siz yoqqa qo'yishga haqqingiz yo'q. Tushundingizmi? Ko'chirib ekasiz. Ko'chirib ekib qo'yibsiz qo'y. Yo'q, ya mumkin emas u sizni joyingiz. Ikkinchi o'ringa deyapti. Ruxsat nima uchun beryapti? Ko'chirib o'tkazib ekasiz. Ikkinchi o'rin deganimizda mana yerdagini birinchi o'rin deb aytadi. Xo'p. U yoqdagini ikkinchi o'rin deb aytadi. Yerda o'sha yerda qoladimi daraxt? Qoladi shu yoqda. Nima uchun yerda qoladi? Endi shu yoqqa aparib ekdik bizlar. Yo'q, endi siz xato qilgansiz-da. 12 sinab ketdi bular. 12 ta sinab ketdi-da. Nechta daraxtga ruxsat berilgan aka? Ekologiyaning xodimlarining qo'lida u akti bor o'zi. Ekologiya qatnashmadi ular. Qatnashdi, kelib qatnashdi. Chaqiring. Kun qatnashdi, 2 kun qatnashmadi. Chaqiring aka. Kelib shu yerda akt qildi. Hammasini Bize qo'l qo'ymadik. Detalniy Aktga qo'l o'lchadi. qo'ymadik. Hammasini Razımasmiz detalniy dedik. o'lchadi. Sabab bize qo'ng'islarning bari qarshimiz bo'lgan-ne? Qo'ng'islar hamma so'minga tashlab qo'yibsiz pismo. Qanday qilayapti? Hozir kerak o'rin ko'rib tushdik. Сөйтіп мияқтағы fuqarolarning murojaatlarini bo'yicha qarang. ko'rik. Fuqarolar sizga murojaat qilganda, sizga qarang fuqarolar. Kelmesida baribir kelu kerak-ku, ular dalada yotmaydi-ku. Al bundan незаконный ғой hammasi. Незаконный bo'lsa o'zi javob bera biladi u. Жасап отырған qo'ng'islarning murojaati o'tmay ма? Nima asosda? Bu narsamda xatim Ilyas Mana Azizbekmi? Topshiriqsizlarmi? Bu yerdagi masala bo'lib turgani, bu yerdagi terakni olib, Assalomu alaykum. Game planni kiritib qo'yibdi-da mana. Nima deb kiritgan? Mana qarang, siz qo'yibdi game planni. Hozir ekologiya bu yoqdan ruxsat bermadi. Bu tomonga o'tishga-da. Hozir ruxsat bergan yo'q. Faqat buni oshib, mana ko'chaga biriktiruv masalasi bor bu yerda. Bu yoqdan ruxsat berilmadi ekologiyadan. Qayerga ruxsat berilmadi? Ya ekologiyani tinglab o'tirgan jo'qlar. Ekologiyani o'zim bilgan qilyapti. Yo, qarang, ekologiya aka mana bunaqada nechta daraxt, assalomu alaykum. Nechta daraxtga berilgan ruxsat, qayerdan qayerga ko'chiriladi, qaysi paytgacha qaraladi, hammasini yozib qo'yadi-da, tiniq qilib. Sen ana akademik Siz aka nechta daraxtga ruxsat berilgan? O'shani ayting menga. 32 terakga ruxsat berilgan. 32 ta? Bu yerda 32 ta terak chiqadimi? Chiqadi u. Qani o'sha hujjatini ko'rsating, 32 taga ruxsat berganini. Ekologiya xodimlarining qo'lida u. Siz nimaga qo'lingizda hujjatingiz bo'lmasdan turib ko'chiryapsizmi? Men qo'limda hujjat. Bu yerda soni ko'rsatilmagan-ku bu yerda. Endi u men aybim emas u. kecha aktim bermadimi siz? Yo'q, u siz aybingiz aka u. U siz aybingiz. Qanday u? Ekologiya har kuni shu yerda. Yo, chaqiring, kelsin, tushuntirib bersin. Men ekologiya chaqirdim, vakolatim yo'qmi? Az chaqirib beraman. Qonunni buzib qo'ymayapsizlarmi? Yo'q. Aniqmi? Javob berasiz, bo'ldi aka. Ismingiz nima edi? Chingiz. Familiyangiz? Najimov. Najimov. Obodonlashtirish bo'limining birinchi o'rinbosarimisiz? Bo'ldi aka. Qo'lingizga qog'ozni ijro etyapsizmi? Ijrosini ta'minlaydigan Qarang. siz. Qo'lingizga buyrugingiz nimaga mukammal emas? Qani 32 ta daraxtligini asos qilib bering. Biz indamay turamiz, 32 ta daraxt olasiz. Olib bo'lganingizdan keyin buyruq agar noto'g'ri chiqargan bo'lsa, qaytib ko'chirib o'zingizlar olib kelib qaraysizlar. Yo'q, barda kirdi o'zi. Raisdan olgan. Men davlat kirdi. Keyin Lila Polatdan keldi ekologiya, to'g'rimi? Lila Polatdan keldi. Bu yoqdan men ruxsat bermadim dedi. Bu nima kerakka dedi u. To'g'rilab o'tib ketasiz bo'ldi. Biz faqat to'g'rilab o'tib ketadi bo'lgan. Bu yerga hozir turib o'tasizlar, yo'l qo'yapti-da bu yerda. Yo, nimaga men bilan qo'llab tashladinglar? Buni bo'lgan teginayotgan yo'q, bundan buyanda yotdi. Bu yerda videolari bor hozir. Kerakning nima Videolari bor hozir. Qanaqa qilib ko'chirganinglar, nima qilib olganinglar. Nima maqsadda ruxsat bergansizlar bu yoqqa? Maqsad nima bo'lgan bu yoqqa? Ruxsatni ekologiya bergan. Hop. Akademik xulosa bergan. Ko'chirsa bo'ladi deb. Aha. Shuning arizani tiklanda shunga qarashlayapti. U bizlarda kesib tashlashimiz ko'chiryapti. Endi qarangda, endi qaysidir fuqaro uchun foydali bo'lishi uchun bu fuqaroning huquqini cheklash kerak emas-da. To'g'ri. Bunga ziyon ilatish kerak emas-da. Bu ham rozi bo'lish kerak-da. Qanday bundan rozilik olmasdan turib bunaqa qilyapsizlar? Söylüyorsundu o. Olmay, yo'q, men boshchilik qilib o'zi turib gap bermaydi, so'zlatmaydi. Men unaqa, men gap yo'q, men gapirmaydi. E'tibor bermayotgan narsa borda, men bu fuqaroni huquqini himoya qilish uchun bo'lsa, bu fuqaroni huquqi bo'lishi uchun bu yerda qonuniyligini kim ta'minlab beradi? Bu 2007-yil boya qanaqa olib ketdilar? 2007-yil kadastrga chiqarilib, aniga auksionga chiqarib sotildi deyaptilar-da. Bu auksionga chiqish tartiblari bo'yicha hujjatlar bormi? Bo'ldi, hujjatlarni topdi. Bu uynikini so'rayapti, bu yoqni so'rayapti, u uyni. Kadastrdan neyse Chaqiringlar. Chaqiring uni, javob bersin.
aka buni boru qani texnik xulosa shartlarini ko'rsatinglar menga. Nima asosda buni? Ilyos aka bunaqada, Ilyos aka siz to'g'ri ketdi deysizmi? To'g'ri ketyapti. Bu to'g'ri ketyapti. Endi bu obodonlashtirish boshqarmasi bunaqa kelib turibdi, mana buning planini ko'ring. Bu gen plan berib qo'ygani mana. Bunda siz chizib qo'yibdi, bunda bu yoqqa chizib qo'yibdi. Bu yoqqa gen plan. To'xta, bilmay, gapirib qo'ying. Yo'q, gapirib qo'ying. Bu bo'yicha harakat qilyapti-da bu tomonga. Hozir menga obodonlashtirish anaqasi bu yo'l bo'ladi, mana ko'rsat, mashitdan yo'l bo'ladi deb ko'rsatdi. To'g'ri o'tdi. To'g'ri demayapti. Ketadi deb ko'rsatdi. Siz endi to'xta, siz gapirib qo'yingiz, men bo'layinda. Avvallash qayapti, bu yoqqa ketyapti, avvallashim. Bu tomonga, yana bu tomonga deyapti. Bu tomon, ikki tomonga. Endi shu avvallashtirish bu aytadi endi bu yoq to'g'riga ketadi deydi. Endi yana bir o'kirat bu yoqqa ketadi deydi-da. Shumi? To'g'riga ruxsat bergan bo'lsa, faqat to'g'riga bo'ladi. To'g'riga o'tadi. Bu yoqqa mumkin emas. Bu yana o'tmaydi. O'zi kelishildi. Planinglar tasdiqlangani qayerda? Ekologiyaga. Yo'q, qarang. Quruq ekologiya hal qila olmaydi buni aka. Ekologiya ruxsat bermaydi. Yo'q. Siz meni gapimni tushuning-da aka. Quruq ekologiya hal qila olmaydi bu narsani. Siz to'g'ri tushuningmi meni? Qani buni gen planinglarni tasdiqlangani qani? Hazrat olib kelsin, tasdiqlanganini men bitta ko'ray. Uni karakterovka belgilanadi aka, nuqtalari, qayerdan qanaqa koordinatalari aniq-tiniq ko'rsatiladi. U yo'l prosta tak fuqaroni murojaati uchun yo'l qilib yubormaydi, bitta boshli mahallasi. Buni o'rganib chiqish kerak polni. Endi u kim fuqaro bu endi bu yoqdan hozir bu yoq orqasidan berganda, bu uylarni orqa tomonidan berganda bu odamga. Endi bu odamlar shu uyning nimalar egalari. Bu uyning orqasida bular bilan hammasi bilan majara sudlashyapti bu. Nahorni berganda yo'l edi, visokovolt bor edi u tomonda. Yo'l bilan visokovolt yopib tashladi-da uni. U yo'lni, bor yo'lni yopib tashladi, endi yangi yo'l qilamiz deb bunaqa qilyapti-da. Shunaqa. Mana bular bu ham bilan sudlashgan, bunga shtraf to'latdim, bunga shtraf to'latib, bu yoqqa shtraf sudlashib, endi menga ham shtrafni ko'mib tashladi. Eli hozir minutda 2 million to'lab bo'la olmayapman. Yana kelib Navoiy yazda o'tiradigan nima sifa bor edi-da. Unga ham shtraf qo'yapti. Ekologiya keladi, menga shtraf keladi, buni ko'rmaydi, nazarga olmaydi ekologiya. Faraqat degan yigit kunda keladi, ko'radi, kelib bu yoqqa qarab turadi, menga qayerga shtraf, menga shtraf qo'yib ketadi. Kim qo'yapti shuni? Faraqat degan yigit ekologiya vazirligidan Faraqat. Kelib buni ko'rmaydi, menga shtraf qo'yadi. Keladi, uni 20 metr chetkim bor edi, unga ham 750 kvadrat metrni qorshab olgansan deb qo'shib yozib sudga berdi menga. Sud menga shtraf to'latdi. Ana 20 metr yerim. Bir taş bu yere taş kechaga bugungi kecha taşlar uyilib yotdi. Men biroq kecha nastoyevit qilib aldırdım o tomonga. U spesial o adam yo'lini yopib tashladi, tash to'kib tashladi, qum to'kib qo'yibdi. O'tkazmaydi. Qaytlagan murojaat qildingiz, menga shuni ayting. Городской prokuratura, birinchi Res prokuraturaga, ekologiya vazirligiga, kadastr agentligiga, Jo'xori kengashga, So'minga murojaat qildim, hokimiyatga murojaat qildim. Bo'lmadi. Statistik ma'lumot, statistik borgan nima qilgan. Hech natija yo'q. Bu yoq murojaat qilgan, bular MVD keladi, bu yoq murojaat qilsa izga hamma keladi. Men murojaat odam kelib ko'rgan, ekologiyaga murojaat qildim, bir odam kelmadi, javob ham bermadi. Aqlani zona bo'yicha bir odam kelmadi menga. Javob berib, faqat menga shtatdan bunaqa bo'lib ketdi. Birim yangi soldi. Endi ikkinchisi bu yerda. Buni stol o'tibdi. Endi men hokimiyatga yozdim, prokuraturaga yozdim. 2016-yili. Nega bizga 5 sotik berib, visokovoltning himoya zonasi bor deb. Nega shu visokovoltning aslida nega bu fuqaroga yo'l bilan berasiz? 6 sotikdan deb. Keldi, tekshirdi. Mumkin emas deb ketdi. Hokimiyatdan ham, arxitektura qurilish komitetidan ham kelib mumkin emas, visokovoltning himoya zonasi buzilgan deb bunga ham eskartdi. Bizga da eskartdi. To'xtab turing. Mumkin emas deb bergan ekansizlar. Nima uchun bu fuqaroning murojaatini tinglayapsizlar? Nima o'rganyapsizlar? Qurishga mumkin emas ekan. Sabab nima buni o'rganishinglar? Olganmi hokimiyat? Nimani? Mana olganmi? Uni kim aytdi oldi? Nima uchun o'rganyapsizlar? Ruxsat yo'q degan ekansizlar. Men to'xtab turing. Mening o'ning xabarim yo'q. Nechinchi yili berildi bu? Yo'q. Nechinchi yili berib o'tirdi? Kim olgan? 2016-yilda ariza men murojaat qilganda 2016-yilmi? Endi aktdan bor. Xo'p, atkaz bergan ekan hokimiyat. Nima uchun hozir buni murojaatini tinglayapsizlar? Mumkin emas, muhofaza zonasi buzilgan degan. Ya, bu bo'yicha xato ham bor. Qani obodonlashtirish qochib ketdimi? Qochib ketdi. Qochib ketdi shu. Bizani prezidentimiz, yuqori kengash rahbari eshitadi.
Sizlarni mana bular eshitmasa, hokimiyat eshitmasa, Jo'qorg'i Kengash rahbari bor, xalqqa eshitadigan. Prezident bor, xalqqa eshitadi. Mana men o'zimning fikrimni aytaman, jurnalist sifatida ishga buyruq bajarish uchun kelayotgan xodimlar ishga tayyor emas. Qo'lida qog'ozlarini tayini yo'q. Mana shuncha odam tirik guvoh. Qani hujjatlaringiz hozir keladi. Hozir keladi sizga mana kamera start berganiga 20 minut bo'lgansa 20 minutda hali hozir kelyapti. Hali yo'q. Ishga tayyor emas bo'lib turib kelib buyruqni ijrosini qilishmoqchi. Aka, u daraxtlarni ekkaningizga qancha bo'lgan? Siz ekkansiz. Hozir ko'p 10 yildan oshib ketgan, 10-15 yilgacha bor, 10 yillik bor, 15 yil. Har yili ekanman-da, har yili. Orasiga nima qilaman? Parvar qilish maqsadida shu toza havo bo'lsin deb ekkansiz. Yo'q, bu yer o'ylayapti, nima yamatda katta yama edi, musor edi. Men keldim, ko'chib keldim, tozaladim, hammasini parvarishlab, tayyorladim. Endi bu necha yildan beri men parvarish qilyapman bu yerda. Endi kechadan beri bu yerga plan uchastka paydo bo'lib qoldi. Uyimning orqa tomoniga yana bir uchastka bo'lib qoldi. Hayron qoldim, bu qayoqdan kelib qoldi? Yo, ko'chaning boshiga to'g'ri kelmaydi, yo oxiriga to'g'ri bo'ldi. Men savol beray. Bu yerda yo'l edi, yo'lni ishini yopib tashladi. Endi bugun keldi bu aytadi, menga provokatsiya etib, nimaga yegasang har biriga kadastr hujjat so'rayapti. Nimaga biz kadastr hujjat qilashamiz? Kim shunaqa? Mana bu aytibdi, yana Akami bu aytdilarmi? bu ham aytdi, yana boshqasi ham hammasi. To'xtang, to'xtab turing. Bu mana. Prezidentimiz nima deyapti? Obodonlashtir. Ha, o'zing hokimiyat o'zing qilmayapsanmi? Birov qilayotganiga tegma degan videolari bor, to'g'rimi? Nimaga fuqaro o'zi xohishi bilan obodonlashtirib, anaqa bir ko'kalamlashtirgan joyga tegyapsizlar? Kelib joyiga chiqib o'rganganmi ular? Kelgan. Ko'rganmi? Xulosasi menda bor 1-2 yillik 36 daraxt bor deb qo'ydim. Shu Bitta bir ko'proq, bu 36 daraxt deb ko'rsatdim faqat. Yo'q, bu yerda 1-2 yillik daraxt yo'q, bu yerda 1-2 yillikdan. Mana 1 yillik daraxt deb misol oladigan bo'lsak, mana buni aytish mumkin-da mana. Mana buni aytish mumkin 1 yillik daraxt deb. Mana qarang. Keling, qurilish bo'limi xodimi keling. 1 yillik daraxt deb mana buni aytsa bo'ladi mana. Atak bu ham 1 yillik emas, lekin o'xshaydi. Yuz ko'rinishidan o'xshaydi 1 yillik daraxtga. Endi men bilan 1 yillik daraxt emas-da men bilan. Men shaxsan 1 yillik daraxtga o'xshamaydi bu. O'zingiz ham bilasiz, to'g'rimi? Men bu teraklar ham 1 yillik daraxtga o'xshamaydi. Hech qaysisi. Qayerda bitta 1 yillik daraxt ko'ryapsizlar sizlar? Nima men bu? Davlat ko'chirilgan yo'q-ku, Xudoyligini aytsa. Yo, menda videolari bor aka, video tashlagan menga. Videosidan ko'ramiz. Yolg'on gapirmanda, qat'iy nimaning oldida yolg'on gapirma. Xalqning mamlakat. Mana ko'chirilgan yo'q-ku, davlat burundan turgani kerak-ku. Bu ko'chirmaydi. Yo aka. Buni Mana ko'chirdimi? bu aytib ko'chirmadi debdi. Naqara shuncha xalq ko'radi aytdim. Televideniyega aytadilar. Aytayotganda qarang mana. Aka, sizlar qonun qoidani buzgansizlar. Ko'chirsa, bulay qarab ko'chirdi, tursin. Ko'chirguncha ular qarab ko'chirguncha. Yerda jetkilikni bari ko'chirdi. Katta kran bilan otdi, kran bilan. Bularni ustidan, hokimiyat ustidan, ekologiyani ustidan, hamma kim ruxsat bergan, hammasini ustidan bitib ariza qiling, men hamma sudingizda qatnashaman. Bering. Nuqsa foydasi yo'q. Men qatnashaman, bering siz, bo'ldi, men qatnashaman sudingizda. Qanaqa foydasi yo'q? O'zbekistonda qaror, qonun hamma uchun barobar. Qaysi qonun? Hamma joyda maxsus ko'rsatmada deb uyning orqasidan bitta ham ko'rsatmay, joy savolni ko'rsatmayapti. Uni balasi prokuror bo'lsa. Prokuror? Kim bu bolasimi? Prokurormi? Qizining nomiga olgan, qizining nomiga. Qog'ozlarni ko'rdingizmi, protokol. Yo'q, endi o'rganamiz shularni. O'shanga kelganmiz. Hozir shu yuqori turuvchi o'sha tashkilotlar kelsa, bitta shular bilan o'rganamizda. Fuqarolar hujjatini olib o'rganishga haqqim yo'qda, ariza bermaguncha menga. Siz nima? Sizga ariza bormi edi? Mana. Sizga majbur emasman-da, otaxon tanishtirishga. Tanishtirman. O'zim xohlasam. Men to'layam. Men sizga bormayapman. Siz bilan ishim yo'q. Masalan, biz mana jabirkashlar bormiz 5 ta 6 ta, uyga kirayotgan hamma birgamiz bizlar. Ashon uchun iltimos etimda iltimos qilamiz. Mayli. Yozganmiz. Endi bildiram sizga, to'g'rimi? Bu yoqda so'rov berishga haqimiz bor. Xo'p. Javob olishga haqimiz bor. To'g'rimi? Xo'p. Shuning uchun nima deydi? Masala realni hal bo'lsa zo'r bo'ladi-da. Biz shunga keldik aka. Ha, rahmat. Shuning uchun kelganmiz. O'rganib chiqamiz. Xudo rozi bo'lsin. Noqonuniy ish qilmaymiz, otaxon. Qo'limizdan kelgancha shu xalqning dardini eshitib yoritgani kelganmiz. Kim jo'natdi? Gomdan. Toshkent shahardan Taftish o'z axborot agentligining maxsus muxbiriman. Ismim Azizbek, familiyam Yo'ldashev. Azizbek Yo'ldashev. O'zingizni tanishtirib olsangiz, Ichki ishlar to'g'risidagi qonunning 8-moddasiga asosan.
xizmatgohnomangiz bilan. Berdimurat Asimov Tursunovich. Profilka inspektor. Masala nima bo'lyapti aka? Запрет qilsin tushishga. Siz tushishga haqqi bor buning. Yo'q, men daxlsizligim buziladi. Yo'q. Незаконный, никогда не действуем. А мы сами отвечаем за законность. Статья bo'yicha. Men faoliyatimga hozir qarang. Bu siz men gaplashishga mening haqqim bor, spokойно haqqim bor. Yo gaplashin, lekin meni roziligimsiz syomka qila olmaysizda. Aka nima masala bo'ldi bizga kelishingiz nimasi? Kelishim sababi bu yerga kelishib vizit bo'ldi. Shunaqa bir odamlar to'planyapti dedi. Shunga keldim. Kim vizit qildi? O'rganamiz. Ichki ishlardan bo'limidan millikka. Bu yerdan kimdir qildimi ichki ishlarga? Sizlar qilmadinglar? Kim qilgan? Ne deb qilaman men? Men bosim bo'lmasa. Yo, biz fuqarolar murojaatini o'rgangani kelganmiz, ariza bo'yicha. Bizga ariza kelgan. O'zimni tanishtirdim, to'g'rimi? Shu ariza bo'yicha kelganmiz. Toshkentdan kelyapmiz. O'zimiz kelmaymiz. Bo'l o'rgandingizmi? O'rgandim. Yo'q, buni sizga nima qilasiz arizani? Yo'q, menga kerak emas. O'rganyapman-da hozir. O'rganyapman. To'g'rimi? O'shanga hozir kelganingizga men so'rayman. Tartib saqlab turishim kerak. Ya, bo'ldi, unga bizni e'tirozimiz yo'q. Biz bilan emasmi deb so'rayapman o'shaning uchun. Biz bilan emasmi? Yo'lda masalan tushuntirishda ulardan arza ketib tushgan. Fuqarodan bor. Fuqarolardan. Ko'chani ochib berib. Mana ko'chani до конца ochib. Unday ne yo'q? Qani arza? Qani? Fuqarolarning arzasi bor. Qani ko'chada hozir. Arzani oldingmi mаған? Alding, hozir aldim. Biz konsertdagi qiz Yo'q, hozir aldim. so'ng shuni kabinetga Yo'q, shunaqa kunda shunaqa. Olib ketdi, ketib ketdi. O'zimiz kim to'silgan yo'q. Tak. Bunu Yo'lning nesi? Qasddan biyiqdi, aha. Xulosa to'g'rilab o'tadi mana yo'l. Mana yo'l. Buni ham bo'lmaydi yo'l. Arqa jag'ini o'tib, anaqani to'g'rilab qo'ydik, yo'l arqadan bo'shildi. Bu bo'yicha kechada aytilgan bo'zam bordi. Nega so'mingga plyonka bordi. Tak, endi bu yerda nening xulosasi bor. Neniki? Tak. Bu o'zbekiston Lila Platvan. Ha, mana nesi? 15 dekabr. Ha. Bunda yo'l bo'ladi-da u yoqda. Ha, kelishakda bo'ladi-da, qolashyapti-da, shunda bu bilatgan 30 yillikda bilatgan shu yoqqa daraxtlarni. Hozir butun xalq qarshi bo'lsa yo'l bo'ladimi? Siz tura olasizmi shu aytgan gapingizni? Siz aka, qarang, noqonuniy topshiriq bajarmang aka. Men noqonuniy Naqmang, gaplashaylik. Hal bo'ladi aka, shu narsa, masala oydinlashadi. Endi bu ham fuqaro, bular ham fuqaro, hamma fuqaroda bu yerda aka. Kimgadir yon bosib, kimgadir ziyon berib qo'yish kerak emas-da. O'rtasini olish kerak-da aka. Qonuniy bo'lsin, hujjat bo'lsin deb, bu aybim hujjat. Nima kerak? Ko'ryapsizmi? Saxta hujjatlarni olib kelaveradi-da shu. Keyin bitta xato tomoninglar bor, sizlarni 1-2 yillik daraxtlar deganda bu yerda 1 yillik, 2 yillik daraxtlar emas, bular katta daraxtlar. Tog'a o'g'illarimi, ukalarimi prokuraturada ishlayapmi aka? Hammani o'g'lim. Mana 215 o'g'lim bor aqllarda. Hamma joyda ishlaydi. Yo'q, o'shani so'ramoqchi edim xolos. Joni sog' bo'lsin. Ha? Ishlamash kerakmi o'g'illar prokuraturada? Yo'q, просто so'rayapman. Siz kim aytdi sizga? Eshitdim-da, o'shanga so'rayapman. Kim bu Sag'inboyev? O'shangiz bir Sag'inboyev degan bormi o'g'illar? Biz Sangiboyev shu. Ha, Sangiboyev, sizmi? Ha. Yozgan, arza bor ekan o'mlik yozgan. Sizni ko'changiz qayerda, tog'a? Sizni ko'changiz qayerda? Mana ko'cha, mana. Bundan yo'ldan kelaman. Qayerga kirasiz? Uyingiz kiradigan joyingiz. Garajim yo'qda, bunda kiraman. 5 santimetr 13 dana 3 yillik aq teraklar, 2 yillik dana yelik teraklar bor ekan. Bu teraklar hozir kunga kelib rastanda yo'l ustida yigilganlik ko'rga bo'ladi. Akademiya nauk, ilmlar akademiyasining. Endi bitta savol shetda. Oq terakligini qayerdan isbotladinglar? Bu baqa terak-ku. Bu oq terak. Turniga qarab baqa terak degan bo'lishi mumkin. Akademiya naukni juma o'tibdi-da bunda. So'ng qarab. Yo'q, uni tekshirganmikin demoqchiman, Azamat akaman. Akademiya qurdan juma, ne ko'rga bo'ladi, hozir rastdan ham yo'l ustiga ekilganlik ko'rishga bo'ladi deb qo'yib. Ha, yo'l emas-da, o'shanga aytyapman. Sama vaqt berdi. Bu teraklar ko'chirib o'tkiru vaqtida oldin bu salqin suv bilan bu teraklar to'liq bilan japroqlarni tashlab qishqiga ketadi. Qisqiga ketgandan so'ng dastlab teraklarni ko'chirib o'tkirayotgan yerni qazib, to'liq tayyorlab olib, teraklarning aslida biogus solinadi. Ko'chirib o'tkir vaqtida so'ng teraklar tamir sistemasini ziyon tegiz bisdan. Xulosa sonda o'tkazib degan.
пайдаланылған әдебиетлар өтеніп Bu yerде ноябрь айының екінші декадасынан бастап көшіруге болады. число қашан жазылған? 23 сентябрьде біз Сангыбаевтың арзасы демек Дияқ сентябрьдің екен. ішінде берілген. Сондай ма сентябрь деген белгісіз? Ben былтырам келдім бахарда. Ondan Ноябрь айының екінші ярымынан толық жабуға түскеннен кейін қазір уже декабрь болды. Ноябрьдің екінші декадасынан кейін рұқсат беріп қойды да көшіру. Жақсы, ал мына протоколды айтың қана. Мына біздердің протоколды кім текар қылып жатырды? Саманбай махаллесі деп қойыпты ғой. Ben жасаймын сояқта. Борыш көшесі. Мен сояқ жасаймын. Сол адреска барып жатыр соның хаммесі. Почта жоқ адрес. Борыш жасаушы қоралардан көше жолын заңсыз түрде рәсмилестіріп алынғанлығы. Незаконный захват, самозахват. Қазір алынғанлығы жол үстіне ерген тіректерін көшіріп жолды оңлап беру әмелі жәрдем көрсету бойынша жоғарғысы келіп түскен мұражат. Тиісті тарау уәкілдері қатынасында үйреніп шығып белгіленген тәртіпте ұнамды шешу іләжларын көру делінген. Қыса демеген. Енді көреміз енді. Ал мынаяқтан экологиядан шешім алғансыз. Академиялықтан шешім алғансыз. Арзаға тикар. Так, енді маған жолды түсіндіріп берin. Кім сіздің үйіңіз қаяқта өзі? Mana shu joyini anaqa qilaylik. Ayelsiz baratlik, oyoqdan keladi. Şöyle bir madem asfalt var mı? Asfalt aynaqa o'tmaydi. Şöyle barib bulay qayramiz. Bizim buna qonuslar bulay qaylar. Altı qonus var da. Buna mana hammasi bosilib oldi. Buna mana qonun buna mana yasayman. O siz kim? Endi bunga xalaqit bermaydi-da endi Azamat aka. Endi birovni madan keldimizda. Siz bularga sotganmisiz uyni? Uyingizni bularga sotganmisiz? Boshqadan sotib oldi. Sotmaganmisiz? Bunun proyekti var mı buranın? Endi bu aytib qo'yanda men, so'nganda aytib qo'yayin. Endi so'ng bu hammasi qo'shib olgancha. Mana. Ana. Buni manda sotib resmi 720 metr kvadrat, bu yoqda 1800 samovolni zaxmat qildi. Samovolni zaxmat qildi bu. Bu yoqda hammasida. Endi sot chiqardi, qarorni chiqardi. Agentlik hisob soldi, ekologiya hisob soldi. Bu jazo beradi. Bu qanday esimga bordik bizlar ham. Ana ayol ketdi, voy esimga chaqirib bordim, jo'radi. Bular esimga bordi жаңа gapni turib, birovda bo'ldim. Бірақ bir ko'ylak taqsir. Мына жойбардағы жолды кеше майда берген. Жойбардағы көше ғой мұны. Жойбарда болғанда мына кадастрдың бұрынғы осы кадастр деген бюджет ажыратылған уақыттағысын көрсетейінші сізге 2016 жылдағы. Ой, көтерді кеше балам. Су қожалығынан шақырында. Шақырып. Су қожалығынан. O ne öyle? Су қожалығынан охранный зонада бұлар. Екі үй қалды, бекарланып еді, бәрі көше түсіп еді. Шақырып. Енді ақырай. Тоқтайлы. Мынау біздің қайда міне былай деп келу керек та мына жаққа. Мынадан бару керек мына. Анау 5 лира алып тұрды. 5 лира алсам үйден барады міне. Бұның хаммасы жеп Yo'q, bu to'xtang. Bu qaysi payt tasdiqlangan bu yo'l? Men tushunmayapman. Nechinchi yil tasdiqlangan? 16-жылы. Мына жерді план қылып берген уақытында ген планы архитектураның соттың қарары бар. 2016 жылы. Мына жер ең баста кімге берген? Shoshilmanglar. Shoshilmay turinglar. Eshitamiz hozir. Kadastrda adam çağır, bort kadastrda adam çağır. Alavodin, Nukus қаласы құрылыс үй коммуналдық қожалық бастығы. Архитектор ғой. Архитектор ма сіздің? Қазір Алаводинов па? Мынаны егер анық мына құжаттыны тасdiqlайтын болса не? Қол қойып регистрация қылынған ішке несін мына жерге қол қойған берсін. Егер қол қойғаны болмаса бұл кісінің айтқан дұрыс болады. Егер қол қойғаны болса бұл кісінің айтқан дұрыс болады. Тура ма? Тура. Қол қойғаны болса сіздікі дұрыс болады. Болмаса қол қойғаны дұрыс болады, мұнікі дұрыс болады. Тура ма? Решение сондай болады. Ане болды. Rasmga olib qo'l qo'yib qo'yaveradi-da, uni xafa bo'lmang. Yili tasdiqlangan bo'lishi kerak-da. Hujjatning kopiyasi ол. Hujjat deb qaradi. Просто man qo'l qo'ymayap qo'ysa, registratsiya qilgan bo'lsa жетеді сол. Registratsiya nomeri bo'lsa жетеді. Ал енді сіздікін, қане? Сіздікін тыңдаймыз. 2016 жылы мына жерді мен озеленуге алдым. 2016 4 майда. Нерде алдым? Жай бар ма еді? План бар ма? Жай жоқ еді. Bu yoqda uy bor. Bu yerda qilamiz, qurilishni shahar qurilishi ham to'g'ri kelmaydi. Bu yoqda uy bor. O'zi bu yo'l meni kuta bo'lgan. Joy qalay salındı onda? Yol bo'lmasa. Qalay salındı bu yo'l? Ben söyleyeyim be sizga da. Qani yo'q, qayerdan bo'lgan?
qaysi bu? Bu yoq buncha burungi cho'llar. Yo'l bo'lsa dakamsa bo'lish kerak edi bu ham. Ha, bor edi. Yo'l edi, ha, avariya. Bo'lak emas. Katta ko'chaga. Yo'l bo'lish kerak. Ha, bor edi-da. Dakansa. Dakansa bo'lsin unda yo'l. Arxib ko'tarib sotda otdim buni oldi. O'tir dokumentda eladi. Sotdan 6 marta sot bo'ldi. O'tir dokument. Yoshlar, bu narsa aytayinda. O'tir dokument Bu bunda. narsa aytayinda. Qalay o'tirib dokument bo'lsa, ag'a men qalay jay solaman bugan. Men yolg'iz ana bo'lib, men yolg'iz bolaman jay sabadim. Men sаған 5 sotik, 6 sotik aytgan 5 sotik. Qarang, iltimos. Janob aytganday. Endi yer to'xtab turing. Akem aytdi. Yerga talashganda yer jutadi dedi. Buz bolam dedim. Yer jutsa jutsin dedim, men buzib berdim buni. Uzoqboyga aytdim men. Buz dedim, akem aytdi. Endi aniq yo'l Negizinde bu yerda auksionda almagan bu. Auksion bo'lmagan. Konkret tubirinde yo'q men tekshirdim. Yaxshi to'xtab turing, katta javob bering. Qarang, ag'alar. Gumanda bir narsani tushunib olaylik. Bu yo'l tushadi. Ertaga bu masalaning shishilib yo'l bo'lsa yo'lni surarmiz. Bak bo'lsa bag'i qolib boshqa joqda ilojini ko'rarmiz balkim. Biroq tubunda qo'msab qatnasasizlar, ne'g'lasa jag'ashib taslaydi. Tushundim, haqiqat qilib beramiz. Hujjatlarni ko'taraylik. Ko'taraylik. Uni bir kun, 2 kun bitmaydi bu. Dokument ko'tarsa registratsiyasini qilamiz. Registratsiya jurnallarni ko'ramiz. Qanday bo'lgan, kimga berilgan. Aqanchatlini gen planda bu ko'cha bo'lsa, agar tushi kerak bu ko'cha bo'lgan bo'lsa, o'z ko'cha bo'ladi. Ya ko'cha emas bo'lsa, ko'cha emas bo'ladi. Buni bizlardan ne alу kerak bu? Ya qarang, men kelsim alу kerak haqida. Mening kelgan masalam, kelsin bermay turib. Bu masala ikkinchi, endi ikkinchi masala. Bu ikkinchi masala. Buni birinchi mana chechib olaylik. Shunaqa. Xo'p deylar. Ha. Bu odam yuqori kengashdan kelgan. Yo, bu odam qaranglar. Xitoydan boshqa tanisim yo'q. Qani yerda bir qilab qimmat kartoshka sotadimi? Qo'lsa kerakmidi? Mana Bugun boshqa tanisim, taniman, semchi sotadiman. Tubirini ko'tarib bersin. Masala yo'q. Tubirini ko'tarib bersin. Javob berdi qo'ya. Sarıxonasan ba? Ya onu Yapamazsın deresini. Hukuka berilmedi. Balans Mamşı şurada. Aşıldı qarang. Men dokumentlarni ko'taraman. Siz nerdan yo'l so'radingiz? Hukuka berilmedi men. Ha, bular men dokument ko'tarib beraman. Ko'rsa, ko'rasiz. Dokument ko'taraman. Agar ana siz talab etib turganingizlar durust deйтин bo'lsa, biz bu ana dokumentlar qilingan nezakonniy dokumentlar o'zi kim nezakonniy qilsa o'zi javob beradi. To'g'ri. Ko'cha bo'ladi aytdim, ko'cha bo'ladi. Azilni deb qoladi bo'lsa, azilni deb qoladi. Detski bo'layotgan bo'lsa, desek, uni dokumentning oxirini yetgandan keyin chechamiz. Aniq dokumentni yani bunaqa bu guruhga boshqa, endi bu guruhga boshqada. Mana shu nizo bo'layotgani uchun otaxon bularni chaqirdim. Billa o'rganamiz hujjatni. Zayavetli qilma sizga. Qonuniy yechimini ko'ramiz, xudo xolasa. Qonuniy. Men u kimdir qarindoshi ichki ishlar yoki prokurorligidan men qo'rqmayman. To'g'ri qilasiz. To'g'ri qilasiz. Ben undan emas, ben qonuniy yechim olib boraman. Dokument bilan shug'ullanaman otaxon. Shug'ullanib olay, ota men bular bilan, hujjatlar bilan men mana siz bekitib ish qilmayapman, to'g'rimi? Siz yashirib o'zimcha syomka qilmayapman. Faqat xolisda biz xolis. Chunki o'zim o'rganmayapman-da, Azamat akani chaqiryapmiz. Sizlarni o'zingizlarni yuqori kengashinglardan bu odam. Bu odamni chaqirib birga o'rganyapmiz. Jurnalist shunaqa bo'ladi aka, betaraf bo'ladi-da. O'shaning uchun sizga ham yon bosmayman. Bularga ham yon bosmayman-da men. Allohning panog'ida bo'ling. Ilohim aytganingiz kelsin. Tarqalinglar, hujjatlarni oling, bering hujjatlarni, o'zimiz ko'taramiz, o'rganamiz. Qonuniy. Bo'l, boshqa masala yo'q. Tarqalinglar. Shu o'rinda bir qator savollar tug'iladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining suv obyektlarining suvni muhofaza qilish va sanitariya muhofaza zonalarini belgilash tartibi to'g'risidagi nizomi hamda 2025-yil 30-iyulda qabul qilingan suv kodeks talablari nega amalda buzilmoqda? Nima sababdan mutasaddi idoralar ushbu qonunbuzarliklarga ko'z yumib kelmoqda? Bundan ham achinarlisi, qanday asosga ko'ra suvni muhofaza qilish zonasida qurilish ishlariga ruxsat berilgan? Qaysi mansabdor shaxslar qonuniy hujjatlari mavjud bo'lgan fuqarolarning daraxtlarini ko'chirtirib, noqonuniy qurilish olib borayotgan shaxs manfaatiga yo'l ochib bermoqda? Bugungi kunda davlatimiz rahbari alohida e'tibor qaratayotgan ekologiya masalasida ayrim mas'ullarning befarqligi qonun buzilishiga olib kelayotgani tashvishli holatdir. Suvni muhofaza qilish zonasida noqonuniy qurilish olib borgan fuqaroning
hujjatlari qaysi yo'l bilan rasmiylashtirilgani va qonunbuzarlik qanday qonuniylashtirilgani ham ochiq qolmoqda. Ayrim manbalarga ko'ra, mazkur holatda huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillarining ham mas'uliyati borligi aytilmoqda. Ushbu ma'lumotlarga hozircha rasmiy izoh berilmagan. Biz mazkur masala yuzasidan surishtiruvlarni davom ettiramiz va fuqaroning qonuniy huquqlari tiklanishiga umid bildiramiz. Bizni kuzatishda davom eting.